Andijon viloyatida hududlar infratuzilmasini shakllantirish orqali aholi turmush sharoitini yaxshilashga bo'lgan e'tibor ortib bormoqda. Natijada aksariyat hududlarda iste'molchilarga xizmat ko'rsatish sifati yanada yaxshilanayotgan bo'lsa, ayrim manzillar ilk bor ichimlik suvi bilan ta'minlanyapti. Bu kabi xayrli ishlar natijasida Andijon tumanidagi Guzar mahalla fuqarolar yig'inida ham ayrim muammolar ijobiy yechim topdi. Aytish joiz, ushbu mahallada suv ta'minoti avvaldan mavjud bo'lgan, biroq ichki imkoniyatlarni hisobga olgan holda ta'minot kunning belgilangan vaqtlarida amalga oshirib kelingan edi. Andijon viloyati hokimligi tomonidan hududlarni kompleks rivojlantirishga oid dasturlar ijrosini ta'minlash doirasida mahallada bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. 2,5 kilometr masofaga yangi tarmoq tortilib, bitta nasos stansiyasi ishga tushirilishi orqali hududni 24 soat davomida uzluksiz ichimlik suvi bilan ta'minlash yo'lga qo'yildi. Bundan tabiiyki eng avvalo mana shu manzilda yashovchi aholi minnatdor bo'lmoqda. Zero bu ularning uzoq yillik orzulari ro'yobidir. 102 mahalla fuqarolar yig'inida Kamolat ko'chalarida suvlarimiz sohotli kelar edi. Hozirda muhtaram prezidentimiz tomonidan, viloyat hokimi Shuhratbek O'shaqboshi tomonidan suvlarimiz doimiylikka o'tyapti. Suv ta'minot xodimlari bilan birga hamkorlikda ish tashkil qilganmiz. Bundan fuqarolarimiz, aholimiz hamda keksa yoshdagi nuroniylar hammasi xursand. Sabab oldinlari suvimiz sohotli kelar edi. Hozir doimiylikka o'tgani uchun fuqarolar nomidan barcha yuqori tashkilot rahbarlariga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hozirda ichimlik suvi loyiha jarayonida ishga tushirilgan quvur yordamida mahallada mavjud bo'lgan ikkita suv rezervuari orqali har bir ijtimoiy soha obyektlari va aholi xonadonlariga kirib bormoqda. Suv jo'mraklariga o'rnatilgan suv hisoblash uskunalari esa ichimlik suvidan o'rinli foydalanish isrofgarchiligining oldini olish bilan bir qatorda xizmat ko'rsatishdagi shaffoflikni ham ta'minlayapti. Ushbu loyiha nafaqat guzarliklarning, balki Yo'rikzor mahallasida yashovchi aholining ham ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondirdi. Natijada Yo'rikzor 2, Sardor Patel, Kamolot 1, 2, 3 tor ko'chalari, yoshlar markazi, 54 umum ta'lim maktabi va musiqa maktablariga ichimlik suvi to'liq kirib bormoqda. Andijon viloyati suv ta'minoti boshqarmasi tomonidan bizga 24 soat suv bilan ta'minlash ishlari boshlandi va bu ishlarini amalga oshirishda kuch-quvvat so'rayman ishlayotgan ishchilarga va suv ta'minotiga hamda viloyat hokimi Shuhrat Qo'shaqboyevichga katta rahmat aytaman. Bir so'z bilan aytganda, birgina Guzar mahallasida olib borilgan suv qurilishi ishlari tufayli salkam 10 ming nafarga yaqin aholiga xizmat ko'rsatish sifati yanada yaxshilandi. E'tiborli jihati shundaki, bu kabi xayrli ishlar viloyatning har bir shahar va tumanlarida keng ko'lamda amalga oshirilmoqda.